Agar sizda bank kartasi, telefon raqami, Telegram akkaunti yoki plastik karta orqali pul qabul qilish odati bo'lsa, bu video sizga bevosita tegishli. Men bugun oddiy ko'ringan, lekin odamlarni millionlab so'm zarar ko'rishiga olib kelayotgan xavf haqida gapiraman. Bu ma'lumotni hoziroq bilib olmasangiz, ertaga kech bo'lishi mumkin. Chunki firibgarlar hozir avvalgidan ancha aqlli, tezkor va ishonarli ishlayapti. Men sizdan videoni oxirigacha ko'rishingizni so'rayman. Chunki oxirida men sizga aniq qadamlarni aytaman. Nima qilish kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlarni saqlab qo'yish kerak? Va qanday xabarlarni umuman ochmaslik kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot sizning yaqinlaringizni ham katta xatodan saqlab qolishi mumkin. Oldin firibgarlik deganda ko'pchilik ko'chada aldash, soxta hujjat, qarz olib qaytarmaslik yoki bozorda yolg'on savdo qilishni tushunardi. Odam odamning ko'ziga qarab gapirardi. Siz uning ovozini eshitardingiz, yuzini ko'rardingiz. Shubhalansangiz darrov rad eta olardingiz. Hozir esa vaziyat butunlay o'zgardi. Endi firibgar sizga yuzma-yuz kelmaydi. U sizning telefoningizga kiradi, telegramingizga yozadi, bank xodim bo'lib qo'ng'iroq qiladi. Davlat idorasi nomidan havola yuboradi yoki sizga pul tushdi. Jarimangiz bor, kredit tasdiqlandi, profilingiz bloklanadi degan xabar bilan bosim qiladi. Eng xavflisi shundaki, bugungi firibgarlar odamning qo'rquvini, shoshqaloqligini va ishonuvchanligini nishonga oladi. Masalan, 5 daqiqa ichida tasdiqlamasangiz kartangiz bloklanadi deyishadi. Yoki sizning nomingizga kredit rasmiylashtirilmoqda, hozir kodni ayting. To'xtatib qolamiz deb qo'rqitishadi. Odam vahimaga tushadi, o'ylab ko'rishga ulgurmaydi va aynan shu paytda eng katta xatoni qiladi. SMS kodni aytadi, havolaga kiradi, karta raqami va amal qilish muddatini yozadi. Hatto pasport rasmini yuboradi. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, jabrlanuvchilar men aqlli odamman, meni alday olishmaydi deb o'ylaydi. Lekin firibgarlik faqat sodda odamlarni nishonga olmaydi. O'qituvchi, shifokor, tadbirkor, talaba, pensioner, hatto bank tizimini tushunadigan odamlar ham aldanadi. Chunki bu yerda masala bilimda emas, ayni paytdagi ruhiy bosimda. Siz charchagan bo'lishingiz mumkin, ishda muammo bo'lishi mumkin. Bolangiz kasal bo'lishi mumkin, qarz to'lash kuni yaqinlashgan bo'lishi mumkin. Firibgar aynan shunday zaif lahzani qidiradi. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, bank xodimi hech qachon sizdan SMS kod, karta PIN kodi, mobil ilova paroli yoki tasdiqlash kodini so'ramaydi. Agar kimdir o'zini bank xodimi deb tanishtirib, kod keldi, ayting desa, suhbatni darhol tugating. Haqiqiy bank tizimida xodim sizning pulingizni himoya qilish uchun kod so'ramaydi. Aksincha sizga kodni hech kimga bermaslikni aytadi. Misol keltiraman, bir erkak kishiga qo'ng'iroq bo'ladi. Unga sizning kartangizdan 3 million 800 ming so'm yechib olinmoqda. Agar bu siz bo'lmasangiz, kodni ayting, operatsiyani bekor qilamiz deyishadi. Odam qo'rqib ketadi. Chunki kartasida haqiqatan ham 4 million so'm atrofida pul bor edi. U SMS kodni aytadi. Aslida esa firibgarlar uning nomidan mobil ilovaga kirishga uringan bo'ladi. Kod aytilishi bilan ular ilovaga kiradi va pulni boshqa kartaga o'tkazadi. Natijada odam pulni himoya qilyapman deb o'ylab, o'zi eshikni ochib beradi. Ikkinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa. Havola orqali kirib ma'lumot to'ldirish eng katta xavflardan biri. Hozir soxta saytlar haqiqiy saytlarga juda o'xshab ketadi. Ranglari, logotipi, tugmalari, hatto yozuv uslubi ham o'xshash bo'ladi. Masalan, sizga kompensatsiya puli olishingiz mumkin. Davlat yordami ajratildi. Posilka yetib keldi. Jarimani tekshiring, ovoz berishda qatnashing degan xabar keladi. Havolaga kirsangiz, karta ma'lumotlari, telefon raqami, SMS kod so'raladi. Shu yerda to'xtash kerak. Davlat yordami, jarima, bank to'lovi yoki posilka tekshiruvi uchun hech qachon kartaning to'liq ma'lumotlari va SMS kod talab qilinmaydi. Telegram orqali akkaunt o'g'irlash. Bu juda keng tarqalgan. Sizga tanishingiz nomidan xabar keladi. Iltimos, shu tanlovda menga ovoz ber. Shu havolaga kirib tasdiqlab yubor. Mening hisobim bloklanyapti, yordam ber. Siz tanishingizga ishonasiz, havolaga kirasiz, telefon raqamingizni yozasiz, kodni kiritasiz. Shu bilan Telegram akkauntingiz firibgarning qo'liga o'tadi. Keyin u sizning nomingizdan barcha kontaktlaringizga qarz so'rab yozadi. Aka 500 ming so'm kerak, kechqurun qaytaraman. Opa shoshilinch 1 million tashlab turing degan xabarlar ketadi.
Odamlar sizga ishongani uchun pul yuboradi, keyin esa hamma zarar ko'radi. Men bunday holatda 3 ta zarar borligini ko'raman. Birinchisi, siz akantingizdan ayrilasiz. Ikkinchisi, do'stlaringiz va qarindoshlaringiz pul yo'qotishi mumkin. Uchinchisi, sizning obro'yingizga putur yetadi. Chunki odamlar nega ehtiyot bo'lmadingiz deb sizdan ranjiydi. Shuning uchun Telegramda 2 bosqichli parolni yoqish juda muhim. Faqat SMS kod yetarli emas. Qo'shimcha parol bo'lsa, firibgar kodni olsa ham akkauntga kira olmaydi. Kimlar ko'proq xavf ostida? Men birinchi navbatda pensionerlar, yangi smartfon ishlata boshlaganlar, onlayn to'lovlarni yaxshi tushunmaydiganlar, doimiy ravishda karta orqali pul oladigan savdogarlar, ijaraga uy beruvchilar, onlayn savdo qiluvchilar va talabalarni alohida ogohlantiraman. Lekin bu boshqalar xavfsiz degani emas. Masalan, tadbirkor ko'p pul aylantirgani uchun nishonga olinadi. Talaba tez pul kerak bo'lgani uchun oson daromad taklifiga ishonadi. Pensioner rasmiy idora nomidan qo'ng'iroqqa ishonishi mumkin. Savdogar esa oldindan to'lov qildim, chekni ko'ring degan soxta xabarga aldanishi mumkin. Yana bir real holat. Onlayn savdo qilayotgan ayol bolalar aravachasini 900 ming so'mga sotmoqchi bo'ladi. Xaridor, men hozir yetib bora olmayman. Dostavka xizmati orqali olaman, pulni karta orqali yuboraman. Mana havola. Pulni qabul qilib oling deydi. Ayol havolaga kiradi, karta ma'lumotlarini yozadi, SMS kodni kiritadi. Natijada pul qabul qilish o'rniga kartasidagi 2 million 300 ming so'm yechib olinadi. Chunki haqiqiy pul qabul qilish uchun siz karta ma'lumotlarini maxsus havolada tasdiqlashingiz shart emas. Sizga pul yuborish uchun jo'natuvchiga faqat karta raqami yetarli bo'ladi. SMS kod esa pul yechish yoki tizimga kirishni tasdiqlash uchun ishlatiladi. Endi istisnolar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlar haqida gapiraman. Ba'zi odamlar men kartamda ko'p pul saqlamayman, menga xavf yo'q deydi. Bu xato fikr. Firibgar uchun kartangizda 2 ming so'm bo'lsa ham qiziq. Bundan tashqari u sizning shaxsiy ma'lumotlaringizdan foydalanib mikroqarz yoki kredit rasmiylashtirishga urinishi mumkin. Agar pasport rasmi, yuzingiz tushgan video, SMS kod, bank ilovasi paroli qo'lga tushsa, zarar faqat kartadagi pul bilan cheklanib qolmaydi. Yana bir nozik masala, pul tushirish uchun karta raqamini aytish mumkinmi? Ha, oddiy karta raqamini aytish odatda pul qabul qilish uchun yetarli va bu PIN kod yoki SMS kod kabi maxfiy ma'lumot emas. Lekin karta raqami bilan birga amal qilish muddati orqa tarafdagi CVV kod. SMS tasdiqlash kodi yoki ilova parolini so'rashsa, bu xavf belgisi. Men doim shunday deyman, pul yuboradigan odam sizdan kod so'ramaydi. Kod so'ragan odam pul yubormaydi, aksincha pulingizga yo'l qidiradi. Yana bir keng tarqalgan tuzoq. Oson daromad. Kuniga 300 ming so'm. Telefon orqali ishlaysiz. Kartangizga pul tushadi. Siz faqat komissiya olib boshqa joyga o'tkazasiz degan takliflar. Bu holatda siz faqat aldanib qolmasligingiz, balki qonuniy muammoga ham duch kelishingiz mumkin. Chunki firibgarlar o'g'irlangan pullarni boshqa odamlar kartasi orqali aylantiradi. Siz men faqat 100 ming so'm xizmat haqqi oldim deb o'ylaysiz. Lekin sizning kartangizdan jabrlanuvchining puli o'tgan bo'lsa, tekshiruvda savollar aynan sizga beriladi. Shuning uchun hech qachon begona odamlarning pulini kartangizdan o'tkazib bermang. Ayrimlar menga bankdan qo'ng'iroq qilishdi. Raqam ham rasmiyga o'xshardi deydi. Hozir raqamni soxtalashtirish, profilga bank logotipi qo'yish, rasmiy nom bilan yozish juda osonlashgan. Shuning uchun raqamga qarab ishonmang. Agar qo'ng'iroq shubhali bo'lsa, telefonni qo'ying va bank kartangiz orqasidagi rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Farq juda katta. Sizga kimdir qo'ng'iroq qilsa, uning kimligini aniq bilmaysiz. Siz rasmiy raqamga qo'ng'iroq qilsangiz, haqiqiy manbaga ulanayotgan bo'lasiz. Yana bir muhim nuansa, firibgarlar ba'zan siz haqingizda ma'lumotga ega bo'ladi. Ismingizni, ishlaydigan joyingizni, qaysi bank kartangiz borligini, hatto yaqinda nimadir sotayotganingizni bilishi mumkin. Bu ularning haqiqiy xodim ekanini isbotlamaydi. Bugun odamlar ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p ma'lumot qoldiradi. E'lon saytlarida telefon raqam, ism, manzil, mahsulot narxi turadi. Firibgar shu ma'lumotlarni yig'ib sizga ishonarli gapiradi. Masalan, siz kecha telefon sotishga e'lon bergansiz, xaridor topildi, to'lovni qabul qiling desa, siz darrov ishonishingiz mumkin. Lekin ma'lumot bilish vakolat degani emas. Bolalar va o'smirlar bilan bog'liq xavf ham alohida. Farzandingiz telefoningizdan o'yin o'ynashi, tasodifan reklamadagi havolani bosishi, pullik obunani yoqishi
yoki kartangiz ulangan ilovada xarid qilishi mumkin. Ba'zan bolaga sovg'a yutding, skin olasan. Bepul valyuta beramiz degan havola yuboriladi. U karta ma'lumotlarini bilmasa ham sizning telefoningizda SMS keladi va u kodni kiritib yuborishi mumkin. Shuning uchun ota-onalar telefon va karta xavfsizligini faqat o'zlari uchun emas, farzandlar uchun ham so'zlashi kerak. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, bank kartangiz bo'yicha limitlarni tekshiring. Mobil ilovaga kiring va onlayn to'lov pul o'tkazma. Naqd yechish bo'yicha kunlik limitlarni o'zingizga mos qilib qo'ying. Agar siz odatda bir kunda 500 ming so'mdan ortiq pul ishlatmasangiz, limitni 1 million qilib qo'yishning hojati yo'q. Limit kichik bo'lsa, firibgar kirgan taqdirda ham zarar miqdori kamayadi. Ikkinchi qadam, SMS kod va parollarni hech kimga bermaslik qoidasini o'ylangizda ham tushuntiring. Bu gapni faqat bir marta aytish yetarli emas. Ota-onangizga, turmush o'rtog'ingizga, farzandingizga real misollar bilan tushuntiring. Bank xodimi so'rasa ham aytmaymiz, militsiya desam aytmaymiz. Tanish odam yozsa ham havolaga kirmaymiz degan aniq qoida bo'lsin. Chunki firibgarlar ko'pincha oiladagi eng kam himoyalangan odamni nishonga oladi. Uchinchi qadam, Telegram va boshqa messenjerlarda 2 bosqichli himoyani yo'qing. Telegramda so'zlamalarga kirasiz. Maxfiylik va xavfsizlik bo'limini ochasiz, 2 bosqichli tekshiruvni tanlaysiz va alohida parol o'rnatasiz. Parolni tug'ilgan kun, ism yoki 1200 kabi sodda qilmang. Uni yozib qo'yish kerak bo'lsa, telefonda parol deb nomlangan joyga emas, xavfsiz joyga saqlang. Elektron pochta tiklash manzilini ham to'g'ri kiriting. 4-qadam, shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, gapni cho'zib o'tirmang. Firibgar sizni suhbatda qancha uzoq ushlab tursa, shuncha ko'proq bosim qiladi. Hozir gaplasha olmayman, bankka o'zim qo'ng'iroq qilaman deng va telefonni qo'ying. Keyin bankning rasmiy ilovasi. Rasmiy sayti yoki kartangiz orqasidagi raqam orqali bog'laning. Hech qachon qo'ng'iroq qilgan odam aytgan raqamga qayta qo'ng'iroq qilmang. 5-qadam. Agar havola kelsa, uni ochishdan oldin o'ylang. Manzil juda uzun, g'alati, imloviy xatolari bor. Rasmiy saytga o'xshamaydi yoki sizdan karta ma'lumotlari so'rayaptimi, darhol yoping. Agar davlat xizmati bo'lsa, rasmiy ilova yoki rasmiy saytga o'zingiz alohida kiring. Agar posilka bo'lsa, dostavka xizmatining rasmiy ilovasidan tekshiring. Agar jarima bo'lsa, tegishli rasmiy tizimdan ko'ring. Xabar ichidagi havola eng xavfli yo'l bo'lishi mumkin. 6-qadam. Agar allaqachon kodni aytib qo'ygan bo'lsangiz yoki pul yechilgan bo'lsa, vahimaga tushmang, lekin juda tez harakat qiling. Darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklang. Mobil ilovadan kirish imkoningiz bo'lsa, kartani vaqtincha yopib qo'ying. Keyin bankdan operatsiya bo'yicha ma'lumot so'rang. Qachon, qancha summa, qaysi yo'nalishga ketgan. SMS xabarlar, qo'ng'iroq raqamlari, Telegram yozishmalari, havola manzili. Chek yoki skrinshotlarni o'chirib tashlamang. Bular keyin dalil bo'ladi. 7-qadam, ichki ishlar organlariga yoki kiber xavfsizlik bo'yicha mas'ul bo'limlarga murojaat qiling. Arizada voqeani aniq yozing. Qaysi kuni? Soat nechada? Kim qo'ng'iroq qildi? Nima dedi? Qanday kod yuborildi? Qancha pul yechildi? Qaysi karta yoki hisobdan ketdi? Hissiyot bilan emas, faktlar bilan yozing. Masalan, 2025 yil 12 yanvar kuni soat 15. Girimda falon raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. O'zini bank xodimi deb tanishtirdi. SMS kodini so'radi. Kod aytilgandan keyin 2 million so'm o'tkazildi degan tartibda yozish kerak. 8-qadam. Agar Telegram akkauntingiz o'g'irlangan bo'lsa, darhol yaqinlaringizga boshqa yo'l bilan xabar bering. Qo'ng'iroq qiling, Instagramda yozing, oilaviy guruhga boshqa akkauntdan ayting. Mening Telegram buzildi. Hech kim pul yubormasin. Keyin Telegramga qayta kirishga harakat qiling. Barcha faol seanslarni yoping, parolni almashtiring, 2 bosqichli himoyani yo'qing. Agar kira olmasangiz, operatoringiz orqali raqamingiz xavfsizligini tekshiring va tiklash jarayonini boshlang. 9-qadam, alohida xarid kartasi ishlating. Men ko'pchilikka shuni tavsiya qilaman. Asosiy jamg'arma kartangizni internetdagi har joyga ulamang. Onlayn xaridlar uchun alohida karta oching va unda faqat kerakli miqdorda pul saqlang. Masalan, internetdan 1 ming so'mlik narsa olmoqchi bo'lsangiz, o'sha kartaga 1,5 ming so'm o'tkazing. Shunda ma'lumot sizib chiqsa ham asosiy mablag'ingiz xavfsizroq bo'ladi. 10-qadam, har oy kamida bir marta moliyaviy xavfsizlik tekshiruvini qiling. Bank ilovasidagi ulangan qurilmalarni ko'ring.
Eski kartalarni yoping. Ishlatilmaydigan obunalarni bekor qiling. Parollarni yangilang. Ilovalarni faqat rasmiy do'kondan yuklab oling. Telefoningizga kelgan noma'lum APK fayllarni o'rnatmang. Bu ilovani o'rnatsangiz pul olasiz degan takliflarga ishonmang. Begona ilova telefoningizdagi SMS'larni, kontaktlarni va bank xabarlarini o'qishi mumkin. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Uyat hissi sababli jim qolmang. Ko'p jabrlanuvchilar meni aldanibdi deb o'ylashadi deb hech kimga aytmaydi. Bu esa firibgarlarga yordam beradi. Agar siz aldanib qolgan bo'lsangiz, darhol yaqinlaringizni ogohlantiring. Sizning tajribangiz boshqalarni saqlab qolishi mumkin. Bu yerda uyat sizda emas, odamlarni aldab pul topayotgan firibgarlarda. Bugungi asosiy xulosa shuki, SMS kod, PIN kod, CVV kod va ilova paroli hech kimga berilmaydi. Havoladan kirib karta ma'lumotlarini to'ldirishdan oldin 10 marta o'ylash kerak. Bank, davlat idorasi yoki tanish nomidan kelgan xabar ham avtomatik ravishda ishonchli degani emas. Shubha tug'ilsa, suhbatni to'xtating. Rasmiy manbaga o'zingiz murojaat qiling va dalillarni saqlang. Men bu videoni qo'rqitish uchun emas, sizni himoya qilish uchun tayyorladim. Chunki hozir bitta noto'g'ri bosilgan havola, bitta aytilgan SMS kod yoki bitta shoshqaloq qaror millionlab so'm zarar, asabiylik va uzoq yugur-yugurga sabab bo'lishi mumkin. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Boshqalar ham o'qib ehtiyot bo'lsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, yaqinlaringizga, do'stlaringizga yuboring. Chunki bu ogohlantirish bugun kimnidir katta yo'qotishdan saqlab qolishi mumkin.